Assalomu alaykum. Ushbu hikoyamiz 3 ta qalin do'st haqida. 3 ta juda qalin do'stlar bor edi. Ularning biri o'ta boy, qolgan ikkisi faqir edilar. Kunlarning birida boy: "Kelinglar, har kun iftorni navbat bilan bir-birimizning uyimizda qilamiz. Bugun mening galim", dedi. Boy xizmatkorlarga uylarni tozalatdi. Oshpazlarga esa tansiq taomlar tayyorlatdi. Muhtasham dasturxon tuzdi. Ikki do'sti kelib iftor qilishdi. Ikkinchi kuni ikkinchi do'stlarnikiga boradigan bo'lishdi. U onasiga boyning dasturxondan kam bo'lmagan ziyofat tayyorlashni buyurdi. Onasi: "Bolam, pulimiz yo'q-ku, qanday qilib sen aytgan narsalarni hozirlay", dedi. O'g'li onasining yuziga qarab baqirdi: "Nima qilsangiz qiling, men kambag'al, undan kam bo'lishni xohlamayman", dedi. Ona sho'rlik qo'ni-qo'shnilardan qarz olib o'g'li aytganidek dasturxon tuzadi. Uchinchi kuni uchinchi do'stlarnikiga borishadigan bo'lishdi. Onasiga shunday deb holatni aytdi. Onasi: "Bolam, sen bunday ishga qo'shilmasliging, ularnikiga bormasliging kerak edi. Ular shunday ziyofat berishibdi. Borib yeb kelibsan. Endi sen qayerdan ulardek mehmon qilasan? Aqling bormi o'g'lim? Ahvolimizni bilmasang ham mayli edi", deb o'g'lidan xafa bo'ldi. O'g'li onasining peshonasidan o'pib: "Onajon, xafa qildim sizni. Kechiring. To'g'ri aytdingiz, qo'shilmasligim kerak edi. Lekin fursat o'tdi. Ular kelishadi. Mayli, biz ulardek dasturxon tayyorlamaymiz. Nimamiz bo'lsa shuni qo'yamiz", dedi. Shom namoziga azon aytildi. Ular shomni o'qib iftor qilish uchun o'tishdi. Ular dasturxonni ko'rib hayratlanishdi. Dasturxonda bir idishda xurmo, 3 ta kosada sut, suv, bir necha bo'lak non, qaynatilgan tuxum bor edi. Ikkinchi do'stlari o'tirmadi, g'azablanib: "Hammating shumi hali? Agar seni bunaqa qilishingni bilganimizda kelmasdik", dedi boyga qarab. Boy indamasdan dasturxonga o'tdi va: "Ishonasizmi do'stim, tuxum yemaganimga yillar bo'ldi. Uni shunchalik mazali ekanligini unutibman hatto", dedi. Ikkinchi do'sti boyga qarab ensa qotirdi. "Eng yaqin oshxonaga borib ovqatlanaman men. Shuyam men mehmondorchilik bo'ldi-yu", dedi. Zarda qilib chiqib ketdi. Boy bilan mezbon iftor qilib bo'lishgach: "Do'stim, nima sen qolding? Sen axir bunday tarzda taomlanmaysan-ku. Indamasdan qolding. Sening bu ishingdan hayratdaman", dedi mezbon. Boy: "Ey do'stim, mol-mulk, taomlar shaxsning qiymatini belgilamaydi. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Kun kelib ehtimol sen mendan ham boyib ketarsan. Men siz ikkingizning moddiy ahvolingizni yaxshi bilardim. Bilsam ham sizlarni sinamoqchi bo'ldim. Va ikkingizni aslingizni bildim. U do'stimiz oddiy bir yegulik taomni deb sendan kechdi. U uyida zo'r ziyofat berdi. Boylardek ko'rinish uchun qimmat kiyimlar kiyadi. Vaholanki uning otasi, akasi bizning zavodimizda ishlashadi. Ularning oyligi xarajatini bilaman. Sen esa borincha bizni kutib olding. Xijolat bo'lmading. Aynan sen menga keraksan. Yangi shirkatimizga seni rahbar etib tayinlayman. Qay biringizni tanlashni bilmay yurib shu narsani o'ylab topgandim", dedi. Xulosa: moddiy ahvolingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar hayotingizdan uyalmang. O'zligingizcha bo'ling. Ma'naviy qashshoqlik uyalishga arzigulik. O'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsatish riyoning aynisi. Mol-mulkni xarajatingiz bilan topasiz. Qadr-qiymatingizni, axloqingizni, muomalangiz bilan ko'tarasiz. Qalbida zarracha kibr bo'lgan kimsa jannatga kirmaydi. Muslim, Termiziy, Hokim va Ibn Ribbon rivoyati.